721 Motors'da noyob bo'lgan mashinamizni sotuvga keldi. Audi A4 probegiga 5 ketdim lekin 91 ming yurgan 2009-yil holatlari ideal bo'lgan mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Mashinamiz 1.8 turbina motor bilan jihozlangan, полный zavod, stok holatida bo'lgan Audi mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Bu mashinamiz restyling versiyada, обновленный, balonlari xuddi yangi archa baloni bor, zavodskiy diskalada. Mashinamizning rangi pinchati oq, jemtik emas. Orqa taraflari Audi A6 1.8 turbina. Eng qizil joyiga keldik. Salon holatlari, sidenalarda pamit sidenalari bor, bagajlari elektronli. Sidenalari ham elektronli, multirul. Yengidek holatda turibdi. Probegi 91 ming, halol konditsionerlarni yoqib qo'ydim. Ishlab turibdi. Displeylar bor. Probegi 280 gacha bosar ekan mashina. 91 ming briz bo'libdi. Yuklar bor. Sidenalar matli. Namizaga original propan gazli qo'yilgan. Metanga o'xshagan uzun balonligidan. Kaltlari start stopli, kalt chiqib turib, dalchi bitta bossanglar start stop ishga tushadi. Ornavrootlari, sidena, abagretlari bor. 9 klimat kontrollari bor. ESP rejimlari ham bor ekan. Общий ko'rinishi. Sidenalarni qaranglar. Anchadan beri uni qo'ygan. Kino holatda qo'ygan ko'rinadi. Orqa bag'lari. Propani sizlarga boya aytganim, vazdushni filtrlarigacha, yashil antifrizlarigacha, Niseli Inomarkaga yashil antifriz quyiladi. Shulargacha olib qo'ygan ekanlar. Zapaskalarni ko'ringlar. Chaqni bilan turibdi zavodskiy, radnoy holatda turibdi zapaska. Menga BMW tezligi, Mercedes komforti mujassam bo'lsin, ikkalasi bitta mashinada bo'lsin degan odamlar uchun aynan shu Audi mashinasini taklif qilaman. Ideal narxda $11,900 ga bosib olsanglar bo'ladi.